Men Balandshahar mahalla fuqarolar yig'ini raisi Karim Alisherman. Muhtaram yurtboshimiz tashabbusidan bu yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Bu yilda biz yanada kuch-quvvat olib, muhtaram yurtboshimiz tashabbuslaridan keyin qilinadigan ishlarda yana samaradorligi oshib bormoqda. Asosan aholining turmush tarzi yaxshilanib, hozir har bir xonadonga kiradigan bo'lsangiz, tomorqadan, chorvachilikdan samarali foydalanib kelinmoqda. Aholi xonadoniga borib, hozir bir ko'zga yuqorida ko'rsatilgan lavhalarni ko'radigan bo'lsangiz, biz mahallamizda fuqarolarni namuna qila olamiz deb ayta olaman. Birgina misol qiladigan bo'lsak, chorvachilikdan samarali foydalanib keladigan Absattorov Hasan aka, Nizom Qobiljon aka, tomorqadan samarali foydalanib keladigan Normat Bilshodagi xonadonlarda misol qilsak, ular chorvachilikdan shu kunda aholiga namuna bo'lib, o'shalar daromad olib, xonadonlarning turmush tarzi yaxshilanib, yoshlarga o'rnak bo'lib kelmoqdalar. Bu fuqarolarimizdan biz ham faxrlanamiz. Bizda bahor keladiganimiz tomorqadan samarali foydalanganlik sababli bo'sh vaqtli insonlarni topa olmaysiz. Sababi har bir fuqaro, ayol, qiz, yoshlar tomorqadan samarali daromad olib kelmoqda. Buni mahallada bir qancha ishlar amalga oshirildi. 2025-yilda bizning mana mahallamiz qurilib mahallamizga topshirildi. Bundan aholining kayfiyati nihoyatda yaxshi. Asfaltlar, ko'chalarimiz asfaltlashtirilmoqda, shag'allashtirilmoqda. Hozirgi kunda Balandshahar mahalla fuqarolar yig'inida tuproqli yo'l qolmadi. Yana bir qancha fabrikalarimiz, tikuv sexlarimiz ish olib borilmoqda. Bulardan birgina misol qilsak, Abdulla Temirbek tikuv sexida 30 dan oshiq tikuvchi qizlar ish olib bormoqda. Arandachilik yo'nalishida esa Jo'rayev Farhod, Shodiyev Ilhomlar hozirgacha aholiga o'rnak bo'lib kelmoqda. Ularning xonadoniga boradigan bo'lsangiz, hozirgi kunda 100 dan oshiq joydori xonaki zot tovuqlar ko'paytirilib, aholiga tuxum yetkazib berilmoqda. Balandshahar mahalla fuqarolar yig'inida mahalla homiylari va hashar yo'li bilan 11 milliard so'mlik loyiha asosida 1800 o'rinlik 2 etajlik masjid qurib bitkazilmoqda. Bunda bizning masjidimiz bitishida mahallamiz faollari, nuroniylar, xalqda ichida nufuzga ega bo'lgan shaxslarning o'rni nihoyatda katta. Bular bizga xalqda yoshlarni jipslashtirib, hasharlarni tashkil qilib, bosh bo'lib kelmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.